litsenziyasiga ega bo'lgan firmadan sentyabr, oktyabr oyida Umra ziyoratiga borib kelish narxlari nech pul bo'lyapti? O'zi haqiqatan ham bu firma litsenziyaga egami yoki yo'qmi? Kommentariyalarda yozilayotgan savollardan eng ko'pi nima? Firmaning nomini nimaga aytib ketmayapsizlar? Lekin do'stlar, biz har videomizni kuzatinglar, biz firmaning nomini aytib o'tib ketamiz. Nimaga? Chunki o'zi O'zbekistonda 14 tagina firma o'z litsenziyasiga, ya'ni Umra litsenziyasiga ega. Shulardan bittasi Centrum Holidays. Buni ijtimoiy tarmoqlardan bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Centrum Holidays do'stlar. Undan tashqari nima uchun biz mana bu firmaning reklamasini qilyapmiz? Chunki bu firmadagi qulayliklarni men sizga sanab berib o'tib ketaman. Qarab turing. Xo'p, Farg'ona, Andijon, Namangan, Vodiydan 3 ta viloyat bo'ladigan bo'lsa, 3tasidan ham Primoy res qo'yilgan. Toshkentdan Primoy res qo'yilgan. Termiz, Samarqanddan Primoy res qo'yilgan. Undan tashqari Madina-i Munavvarada qo'shimcha xurmo bog'ida piknik osh tashkillashtirilgan. Bu sayohatlardan, ziyoratlardan tashqari bo'ladi. Makka mukarramaga borilgandan keyin o'zini sayohatlardan tashqari hojilar uchun bonus sifatida Qizil dengizga olib chiqiladi. Undan tashqari Sulaymon Rojixiyda masjidlarida piknik qilib, atda ham osh qilib, Sulaymon Rojixiyda tarixlarini gapirib beriladi. Bu inson kim o'zi? Nimaga Sulaymon Rojixiyda masjidlariga ko'p odam borgisi keladi? Biz o'zimiz borganimizda shu insonni ta'riflab berishganki, bu odam bir qashshoq oiladan chiqqan odam bo'lgan, lekin Alloh bir davlat berib, boyib ketib, puli juda ko'p bo'lib ketgan. Lekin u inson hozirgi kungacha topilgan undan keladigan xurmo bog'laridagi daromaddan faqat ehsonga ajratadi xolos. Shu inson haqida sizga to'liq ma'lumot berib ketadi. Undan tashqari do'stlar, shart-sharoitlari, illivoshi xizmatlari yaxshi bo'lganligi uchun biz sizga ilinib, inshaalloh shu videoda qilishga qaror qilyapmiz. Har safar do'stlar, biz uchun yangidan-yangi narxlarda, yangidan-yangi sharoitlarda tanishtirib o'tib ketyapmiz. Yana bugun do'stlar Ulug'bek akamizni oldilariga yetib kelganmiz. Ya'ni siz xudo xohlasa sentyabrda oxiriga yoki oktyabrda boshiga Umra ziyoratiga boraman deb niyat qilib qo'ygansiz. O'zingiz uchun qulay sharoitdagi firmani oqtarib yuribsizmi? Inshaalloh mana shu videoda topdingiz deb men sizga 100% aytalaman. Mana shu videoda ko'proq odam ko'rishligi uchun bir dona like tugmasini bosib qo'ying. Kommentariyaga omad sizlarga deb yozib qo'ying, biz xursand bo'lgan bo'lamiz. Undan tashqari Ulug'bek akamdan har safar so'raydigan narsani yana so'rayman, siz to'liq ma'lumotni olib olasiz. Ulug'bek aka, qarang. O'zingizda bor sharoitda 100% to'lig'ini aytib bering. Aqa borilgandan keyin, misol videoda ko'rgandagi siz aytgandagi gaplar Madina-i Munavvarada ham, Makka-i Mukarramada ham to'liq amal qilsin. Nima ertaga borib olib hojilar biz videoda bunaqa narsa ko'rmadik, kelib bunaqa sharoit ko'rmadik deyishmasa, agar faqat borini gaplashaylik, bor narsani bor, yo'q narsani yo'q. Hozirgi kunda agar sizning firmangizda mana shu misol siz jo'natayotgan hojilar qanaqa sharoitda Umra ziyoratini necha kun, qanaqa sharoit, illivosh kim, qanday suratda aka borib maza qilib ibodat qilib kelishadi? Xo'p, hozirgi kunda siz sanab o'tgan 6 viloyatdan Primoy reyslarimiz bor. Hammasi Primoy. Bordi keldi, biletlar olinadi. Xo'p, bizning firmamizdan birinchi sizlarga nima beriladi degan savollar ko'p beryapti. Xo'p, bizning firmamizdan kamzil, so'mka, beji beriladi. Qaytishlarga 5 litr zamzam sovg'a qilinadi. Xo'p, undan tashqari aytib o'tganimizda 6 viloyatdan Primoy reys faqat bordi keldi bilet bilan ishlanadi bizda. Faqat bordi keldi 14 kunlik paketlarimiz, asosiy so'ralayotgan standart paketlarimiz narxlari $950 dan boshlanadi. Xo'p, bu yerda Madina Munavvarada markazga joylashgan birinchi, ikkinchi qatorda mehmonxonamiz bo'ladi. Bu yerda 6 dan oshiq ziyoratlari, bag'as sanab o'tganda xurmo bog'larida oshlarga qilib beriladi. Xo'p, malakali diniy qo'yda ajratilgan 2-3 yillik tajriba ega boshimiz 14 kun davomida umralarni, ziyoratlarni, sayohatlarni qildirib, 14-kuni olib chiqib, sanab o'tganda 5 litr zamzam suvini firma tomonidan sovg'a qilib O'zbekistonga jo'natib yuborishadi. Xo'p, Madina Munavvarada mehmonxonamizni yaqinligi sharoitini aytdim. Makka mukarramada 1 kilometr, 1,5 kilometr masofada joylashgan avtobus qatnovida 5 minut oralida haramga kirib boradi. Xo'p, yerda 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Taomlarni ham o'zimizda o'zbek povurlar qiladi. O'zimizda vodiydan ketgan povurlarimiz bu yerda o'zlariga xizmat ko'rsatishadi. Xo'p, bu yerda keyin doktor xizmatlarimiz bo'ladi. Aravacha xizmatlarimiz ham bor, tashkillashtirilgan. Unda qo'shimcha sayohatlarga ya'ni Qizil dengiz sayohati, Sulaymon Rojixiy masjidlarida kechki ovqat pikniklar bo'ladi. Bu firmamiz tomonidan tashkillashtirilgan. Madina, Makka bo'ylab 12 dan oshiq ziyoratlari bo'ladi. Ziyoratlarga olib kirib chiqiladi. Ko'pchilik aytadi, Quron zavodi. Quron zavodiga olib kirib chiqiladimi? Ko'pchilik borsa kirib chiqilmayapti. Quron zavodiga olib kirib chiqiladi. Faqat dam olish kunlarida olib kirib chiqalmaymiz. Haftasida 3 kundan 4 kun ish kuni bo'ladi. Bu Madina Munavvarada bo'ladi, Quron zavodi. Dam kunlari olib kiralmaymiz, uni ochiq aytamiz. Faqat borini aytamiz. Biz 4 kun ish kuniga to'g'ri kelinsa olib kirib chiqiladi. U ro'yxatida bor hammasi. Xudo xolasa olib kirib chiqiladi nasib qilsa.
Keyin payg'ambarimiz ravzalari haqida so'rashadi. Ko'pchilik kirib ovoriladi, va'da qiladi, 100% qiladi deydi. Biz va'damizni o'sha sizga qanday tushuntirishda desam, erta hozir kunda ravzani ochiritli, to'lovli, pulli qilib qo'ygan. Biz har bitta odamni ketishidan oldin, har reysimizda 2 kun oldin joylar bron qilib, kirib chiqishga soatlargacha vaqt belgilangan bo'ladi. Joylar olib qo'yiladi. Biz sabab 100% sababini qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa, sababini bo'lsa, Xudo xolasa nasib qilsa kirib chiqiladi ravzaga, Xudo xolasa. Chunki hamma niyati Madinaga borishdan maqsad payg'ambarimiz ravzalarga kirish, eshitda 2 rakat namoz o'qishni niyat qilib boradi asosan, Xudo xolasa. Keyin umramiz masalasiga keladigan bo'lsak, umrani ham malakali 50 boshlarimiz umralarni qildirib qo'yadi. O'sha siz aytgandek malakali bo'ladi. Umralarni bekam ko'z qildirib, faqat ko'pchilikdan yana iltimos qilib aytib qolaman, bir marta ba'zi 2-3 martadan borib kelayotgan odamlar bo'ladi. Jicha o'z boshimcha odamlar ham chiqib qolyapti. Endi hamma ham bas, borada chiqib qolyapti. Aytilganki, safarga chiqsalaring, 3 kishidan ko'p bo'ladigan bo'lsalaring, bittalarini o'zlaringga boshliq qilib qo'yinglar, ularni yo'lboshchi qilib qo'yinglar, tayinlab aytilgan. O'shanda biz 50 boshlarimizga aytgan gapini qilib, xo'p deb aytganlarini qilib, izlardan chiqmasdan qilsalaring, Xudo xolasa umralaringni bekam ko'z qildirib qo'yadi. Chunki nima yerda el bosh qilib qo'yapmiz? Chunki ilmlari bor o'ziga yarasha, umralaringni bekam ko'z qildirib qo'yib, sizlarni ataylab pul sarflab boryapsizlarki, nimaga? Moddiy jihatdan pul sarflab. Bu oson emas, hammaga ham. Hozir kunda $950 sanab berib, etga borsalaring, umralaringni bekam ko'z qila olmasalaring. O'shani hisobiga 50 boshlarimiz aytganini qilib tursalaring, Xudo xolasa umralaringni, ziyoratlaringni, sayohatlaringni Xudo xolasa bekam ko'z qildirib qo'yishadi. Gap yo'q. Xo'p aka, misol biza hozir 6 ta viloyatda aytdik, primoy reys bor deb. Qanaqa qilib joy bron qilinadi aka? Chunki hozir ko'rayotganlar bor. Oldin eskidan misol video ko'rib, ijtimoiy tarmoqdan kuzatayotganlar bo'lsa biladi. Lekin yangi bizni ko'rib turgan, mana inshaalloh hozir ko'rib turgan hojilarimiz sizga qanaqa qilib bog'lanish kerak, qanaqa joy bron qilish kerak, to'lov qanaqa bo'ladi? Xo'p, bizga ana ijtimoiy tarmoqda videoda ko'rib turgan nomerlaringda WhatsApp, Telegram'i bor. Misol uzoqda boshqa viloyatdan davom bo'lsa, yo ofisga kelaman desalaring, shunga yozsalaring, lokatsiyalar tashlab berishadi, ofis manzilini tushuntirib berishadi, kelib ko'rishlaring mumkin. Keyin ko'pchilik yana savol berayotgan, litsenziyani tashlab bersalaring bo'ladimi? So'rasam xijolat bo'lyapman. Nimaga xijolat bo'lasiz? Telefon qilyapsiz, pul sarflayapsiz, so'rang, litsenziyalarni tashlab berishadi, dokumentlarni tashlab berishadi. Qo'shni viloyatdan yo ofisga kelaman deydigan odamlarga pasportlarni tashlab bersalaring, har bitta pasportga ism familiyasiga palonchi, o'zi palonchiga masalan Centrum Holdesda umra ziyorati ketayotgani uchun shartnoma tuzib tashlab beriladi. To'lovlar bank orqali bo'ladi. Bankka borib to'lov qilasizlar. O'shanda ham Centrum Holdes firmasidan umra ziyoratiga ketayotganlar uchun degan chek chiqarib beradi. Bu 100% ishonchli, faqat bu 14 ta aytilgan sanab o'tirgan litsenziya firmalar qilib beradilar xolos. Chunki bankka kirib shot raqami ochtiriladi, har bitta nag'ani shot raqami bo'ladi, to'lov qilinadi. To'lovda ham kvitantsiyasiga qaysi kun ketayotganingizgacha, qaysi ism familiyasigacha, qaysi firmadan ketayotganingizgacha nomigacha chiqarib beradi. Bu shartnomada tashlab beriladi u hammasi. Xudo xolasa, qaytib kelinayotganda aytib o'tganlaridek 5 litrdan zamzam suv beriladi. Do'stlar, yosh katta insonlarga har videoda tavsiya qilib qolamiz. Aravachangiz bo'ladigan bo'lsa, ovoling. Chunki firma tomonidan tashkillashtirilmaganmi deydigan savol yo'q, bular tashkillashtirilgan. Gastinsada turadi. Lekin sizga o'xshagan, bizga o'xshagan yoshi katta insonlarni aravachada olib yuraman deydiganlarga aravacha band bo'ladigan bo'lsa, qolgan tushgan odamga aravacha qolmay qoladigan bo'lsa, gastinsada umri o'tib ketib qolishi mumkin. Siz passiyani yuradigan bo'lsa, yoningizga oling, samolyotda bagaj hisoblanmaydi. Bemalol olsangiz bo'laveradi. U sizning qulayligingiz uchun. Bemalol yoningizda olasiz, ketaverasiz. Aqqa borganingizdan keyin o'g'lingizmi, xo'jayiningizmi yo bo'lmasam nima desa bo'ladi, amakivachchalar bo'lishi mumkin. Siz bemalol yetalab haramda ham do'stlar olib yursa bo'laveradi. O'zingizni qulayligingiz uchun bo'ladi. Endi avtobus xizmatlarini aytib o'tyaptilar, har 5 minutda qatnab turadi. Xudo xolasa do'stlar, litsenziyalangan ishonchli firmadan umra ziyoratiga boraman. Inshaalloh bu yil niyat qilganman, oilam bilan boraman yo bo'lmasam do'stlar bilan boraman deydiganlarga $950 do'stlar standart paketlar qo'yib qo'yishgan. Yo'q, bizga yaxshiroq paket, bundan ham gastinsani soatdan qilib bering deydigan bo'lsa, soatdan ham gastinsa qilib berilaveradi. Uni muammosi yo'q, faqat to'lovi oshib bo'ladi. Premium paketlar bo'ladi. Boshqa narsa. Endi buni telefon orqali gaplashib o'zlari tushuntirib berishadi. Mukammal misol bizga nisbatan savollarni tuyulib qolgan bo'lishi mumkin, bera olmayotganmiz, to'g'riroq ma'lumot bermay o'tib ketgan joylar bo'lishi mumkin. O'shalarni telefon qilsalaring 24 soat aloqaga chiqishib, to'g'riroq ma'lumot berib ketishadi. Gap yo'q.
Xudo xolasa do'stlar, videoni shu joygacha ko'rganlar, videoga bir dona like tugmasini bosib, kommentariyaga aytib o'tganimda omadingni bersin deb yozib o'tib keting, biz xursand bo'lamiz. Shu ulug' joylarga mana shu videoni ko'rib agar boradigan bo'lsangiz, bizni duo qilish esingizdan chiqmasin. Biz ham sizga do'stlar to'liq ma'lumot berdik degan umiddamiz. Omon bo'linglar.